Salom do'stlar, sizlar bilan Language in Details kanali. Do'stlar, bizlar bugundan boshlab Kotlin tilini, ya'ni Android dasturlash tili bo'lib hisoblangan Kotlin tilini o'rganishni boshlaymiz do'stlar. Kotlin tilini, ya'ni bugungi kirish darsimizda qanday programmada, ya'ni dasturda o'rganishimizni ko'rsatib ketmoqchiman. Ya'ni bugungi darsimizda siz o'zingiz xohlagan, ya'ni brauzerga kirasiz va poistga, ya'ni qidirish bo'lmasiga download IntelliJ IDEA deb yozamiz mana. Download IntelliJ IDEA degan ko'rdingiz mana va birinchi saytga kiramiz. Agar oldin dasturlash tili bilan qiziqqanlar bor bo'lsa, oramizda hozir IntelliJ IDEAning, ya'ni JetBrains degan saytning o'zining Community Edition degan narsasini olib tashladi va mana IntelliJ IDEA is now a single unified product deyapti. Ya'ni unifitsirованный bir, ya'ni produkt bo'lib hisoblanadi, mahsulot bo'lib. Core Java and Kotlin features remain free. Ya'ni features degan bu asoslari, ya'ni core Java and Kotlin features remain asta yutsa, ya'ni qolishyapti, bepul bo'lib qoladi. With even more functionality available at no cost deyapti. When you need activated tools, advanced tools, simply unlock them with an ultimate subscription deyapti. Ya'ni o'zingizning ultimate subscription bilan nima qilishingiz mumkin. Ya'ni sotib olishingiz mumkin. Podpiska, obuna degan bo'ladi va bizlar bu programmani yuklaymiz do'stlar. Bu yerda agar sizning qurilmangiz macOS bo'lsa Macga bor, Linux bo'lsa Linuxga bor va download tugmachasini bosamiz. Mana ketdi o'zi. Do'stlar, men buni nima qilganman? Yuklaganman bugun va agar sizning kompyuteringizda показать в папке deganini bosamiz va shu joyga o'tib ketadi o'zi do'stlar. Va o'tgandan keyin biz bosamiz ustiga 2 marta va buni yopib qo'ysak bo'ladi. Va do'stlar, men buni to'xtatib o'chirib tashlayman. Siz buni hammasini tortib bo'lgandan keyin kirishingiz mumkin. Preoстановлено bo'lib turibdi. Va men do'stlar, darslikning oxirida qanday qilib, agar sizning kompyuteringiz va beramiz, разрешение beramiz do'stlar. Click next to continue deyapti. Next va bu qayerga joylashishi hozirgisi faylimiz, ya'ni sizning kompyuteringiz slabый bo'lsa, ya'ni ko'p programmani ko'tarmasa, osonroq yo'lini ko'rsataman, faqat ishtiyoq bo'lsa. Ya'ni IntelliJ IDEA deganga galochka qo'yamiz, add bin folder to the path kerak bo'ladi do'stlar, add open folder and as a project va shu joyga do'stlar Java bilan kitini, ya'ni Kotlin nimasini, paketlarini saylaymiz va next bosamiz. Keyin installni bosamiz. Mana ketdi. Do'stlar, agar Kotlin nimasini o'rganishni xohlasangiz, saytda ham kirib o'rganishingiz mumkin. Hozir bu загрузка bo'layotgan paytda men ko'rsataman va yangi vkladka ochamiz. Kotlin online compiler degan zotlar bor do'stlar. Online kompilyatор bu hisoblanadi bular. Xohlagan saytga kirib, mana programiz deganni men nima berardim sizlarga. Ya'ni maslahat. Agar bir paytlari onlayn kompilyatorlarga kirmay qoladi do'stlar va shu joyda siz o'zingiz xohlab yozishingiz mumkin. Bu yerda nafaqat C++, C#, C, JavaScript hammasiga bor, TypeScript va databaselarga ham bor, Python. Agar kompyuteringiz slabeyroq bo'lsa, o'rganishingiz mumkin do'stlar. Mana bizning nimamiz hozir bo'lyapti va men hammasi to'lgan paytda videoni davom ettiraman. Va do'stlar, bizning nimamiz, dasturimiz yuklab bo'ldi va bu yerda run IntelliJ IDEA deganni bosamiz va finish tugmachasini bosamiz. Finishni bosganingizdan keyin do'stlar, bu o'zi kiradi. Ya'ni finishni bossangiz, u keyin o'zingiz yana bir marta kirishingizga to'g'ri keladi. Bu yerda import settings, ya'ni Visual Studio Code. Agar siz endi boshlayotgan odam bo'lsangiz, skip importni bosamiz. Agar siz Visual Studio Code nimaligini bilsangiz, shu joydan o'zingiz kirib
o'zingizning oldingi paketlaringizni import qilib olishingiz mumkin. Agar siz boshlanayotgan inson bo'lsangiz, skip importni bosamiz. Va do'stlar, bu yerda new project degan bor va new projectni boshlamiz. Mana ketdi, yuklayapti kerak fayllarni o'ziga. Va do'stlar, bu yerda Kotlinni tanlaymiz Kotlin va name degan joyga xohlagan narsangizni yozishingiz mumkin. Men first lesson deb yozmoqchiman do'stlar. Birinchi dars degan ma'noda keladi va do'stlar, JDK degan joyga alohida e'tibor beramiz. Ya'ni JDK bu yerda menda yuklangan oldin. Agar sizda JDK yo'q bo'lsa do'stlar, download JDK ni bosamiz va bu yerda eng oxirgi 2502 deganni select qilib nima qilsangiz bo'ladi, ya'ni yuklab olsangiz bo'ladi. Mana archive size 211 megabayt bo'lib hisoblanadi ekan. Do'stlar, shuni men hozir yuklamayman, siz o'zingiz yuklab olishingiz mumkin va men hozir create ni bosaman. Create ni bosdim, ya'ni yuklanyapti. Mana do'stlar, unlock next level development with free AI deyapti. Endi do'stlar, bu trial deganni yo'qotamiz. Bu o'zining defaultni beradigan bizlarga kodi bo'lib hisoblanadi. Buni biz o'chiramiz va bu yerga source degan joy bor va source ga kiramiz. Mishkaning o'ng tarafini bosamiz va new degan joyda Kotlin class file deganni tanlaymiz. Va bu yerga faylni yozib first lesson deb yozib qo'yishingiz mumkin. O'zingiz xohlagan narsani yozishingiz mumkin. Agar sizda main kata bo'lsa, main katada ham yozishingiz mumkin. Men buni faqat hozircha delete qilib turaman, ya'ni udalit qilaman. Delete bo'ldi. Endi do'stlar, bu yerda trial degan turibdi. 30 days of trial left deyapti. Ya'ni oldin biz Kotlinga kirganimizda, masalan, Indolent IntelliJ IDEA deganga kirganimizda bu yerda 30 kun mana free trial degan edi. Ya'ni 30 kun bepul foydalanishimiz mumkin. Va agar sizda trial degan yo'q bo'lsa, shuni bosamiz va manage your subscription deganni bosamiz. Va deactivate, ya'ni agar siz keyin 30 kundan keyin ham podpiska bilan o'tib ketsangiz do'stlar, podpiska bilan o'tib ketsangiz, buni nima qilmasangiz mumkin, olib tashlamasangiz mumkin, pul to'lab foydalanaman desangiz, agar siz pul to'lamayman, faqat o'rganish uchun desangiz, deactivate subscription deganni bosamiz va deactivate and restart. Hozir community edition deganlarni olib tashladi do'stlar va shuning uchun mana hozir bizda start free trial deb, yana bizlarga podpiska sotib ol degan ma'noda keladi endi bizlarga do'stlar. Source'imiz turibdi mana do'stlar. Endi biz do'stlar, agar sizda bu yerda trial degan yo'q bo'lgan bo'lsa, bu yerga kirib, poistga kirib, manage deb yozsangiz, mana subscriptions degan chiqib keladi. O'sha joyda mana siz log into JetBrains account va activate qilishingiz mumkin. Men ya'ni community editiondan foydalanaman faqat hozircha. Keling, endi birinchi dasturimiz bu fun deb yozishimiz kerak. Bu fun degani ingliz tilida function, ya'ni funksiya degani. Bu temalarga biz hozircha kelmaymiz. Faqat bizlar hozir boshlang'ichini o'tamiz va main deb yozamiz. Fun main degan so'zni ham yozishingiz shart emas. Ya'ni imенно main deb yozishingiz shart emas. Hozircha main deb yozib turaman do'stlar. Endi keling, bizlar birinchi kompilatorga kod yozib qo'yamiz, ya'ni print qilamiz. Ya'ni print ingliz tilida распечатать, ya'ni biror bir narsani chiqarish. Print ln deb yozaman men. Print ln va hello Kotlin deb yozishimiz mumkin. Tabni bosib yuborsangiz hello Kotlin keladi.
yoki men hozircha ingliz tilida congratulations with first lesson, ya'ni bu birinchi dars bilan sizni tabriklayman degan ma'noda keladi va bu yerda run tugmachasi bor. Shift F10 deb bosishingiz mumkin klaviaturada va build ketyapti. Do'stlar, Kotlin tili bu biroz sekin ishlaydigan til bo'lib hisoblanadi. Ya'ni sekin ishlashi sizning kompyuteringizga ham bog'liq bo'lishi mumkin va nima qilib ishlashi mumkin. Eng tez til bu C++ bo'lib hisoblanadi. Congratulations with first lesson bo'ldi mana. Endi do'stlar, men saytda ham ko'rsatmoqchiman mana. Boya aytgandim. Ya'ni online compiler deb yozsangiz chiqib keladi deb. Ya'ni function main va print ln. Buni biz ko'chirib olamiz. Congratulations with first lesson. Ya'ni sizni keyin run tugmachasini bossangiz bo'ladi. Bu yerda черный rejimga o'tib qo'ysangiz ham bo'ladi, svetli rejimga o'tib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki enter full screen degani ham bor. Mana ulkan nimaga o'tadi va run tugmachasini bosishingiz mumkin. Bu yerga output degan joyga sizning nimalaringiz chiqib keladi. Hozir mana congratulations with first lesson va clear qilsangiz bo'ladi agar yangi kod yozib bo'lsangiz. Do'stlar, shuning bilan biz birinchi darsimizni yakunlaymiz. Oldinda sizni juda qiziq temalar va oson yo'l bilan o'rganish sistemalari kutib turibdi do'stlar. Agar siz yangi yilda programmalar, ya'ni dasturlash tilini o'rganishni boshlagan bo'lsangiz, sizlarga unda omad tilayman.